Ishoninglar, bu tortni bu darajada aniq retsept bilan hech qayerda berilmagan. Umuman shirinlik yemayman degan erkakni ham o'ziga qarata oladigan o'sha mashhur afg'on tortini tayyorlaymiz. Xona haroratida erigan 250 gramm saryog'ga 1 kosa shakar solib ko'pirtirib olamiz va unga 5 ta tuxum sarig'ini qo'shamiz. Xamirimiz yaxshi ishib chiqish uchun 1 choy qoshiq osh sodaga 1-2 tomchi uksus solib, un bilan birga solamiz. Unni ham yaxshilab aralashtirganimizdan keyin 100 gramm smetana yoki qaymoq qo'shamiz. Shunaqa qo'lga yopishadigan xamir tayyor bo'ladi. Endi esa bizeni tayyorlab olamiz. 5 ta tuxum oqiga 1 chimdim tuz solib, oppoq ko'pik bo'lguncha ko'pirtiramiz va 1 piyola shakar solib aralashtiramiz. Va xamirimizni 3 bo'lakka bo'lib, qolipga solib, yaxshilab yoyib olamiz. Men o'zimning firmenniy qolipimdan foydalandim. Xamirimizni ustiga yong'oq sepib, bizeni joylashtiramiz. Va 25 daqiqa 160 gradusda pishirib olamiz. Xamirlarimiz pishib chiqquncha krem tayyorlab olamiz. Buning uchun xona haroratida erigan sifatli saryog'ga 2 qoshiq zugshonka solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Va uni ustiga 250 gramm sut solib, yaxshilab yana aralashtiramiz. Pishib chiqqan ko'rshlarimizni esa orasiga krem surtib, xohishga ko'ra bezatamiz.